Uylar qishda sovib, yozda isib ketyaptimi? Kommunal to'lovlaringiz oshib ketyaptimi? Buni yechimi bor. Agar fasadinglarni bazalt bilan izolyatsiya qilsanglar, albatta farqini sezasizlar. Eng katta pulisi qishda issiqlikni o'zida ushlab turadi, ichkaridagi issiqlikda poteriya bo'lmaydi. Yozda esa tashqaridagi issiqlikni ichkariga kirgizmaydi, natijada ortiqcha xarajatlar kamayadi. Yana bitta zo'r pulisi buni shum izolyatsiyasi, ya'ni tashqaridagi shumni ancha yutadi. Bazalt namlikdan qo'rqmaydi, devoringlarni mustahkam himoya qilib turadi. Yomg'ir bo'ladimi, qor bo'ladimi, xudo xolasa devoringlarga zarar yetmaydi. Eng muhimi uzoq yil xizmat qiladi, yillar davomida o'z sifatini yo'qotmaydi. Endi sizlar bilan hozir plotnistiga to'xtalib o'tamiz. Agar sizlar fasadinglarni suxoy montaj qiladigan bo'lsanglar, eng kamida 80 plotnost yoki undan yuqorisini ishlatishingizni tavsiya qilaman. Agar rastvor yoki kafilliklarda yopishtiriladigan bo'lsa, kamida 120 plotnostligidan boshlab yuqorisini ishlatishingizni tavsiya qilaman. Va yana bir muhim jihati, tajribali mutaxassis va to'g'ri texnologiya bilan ustanovka qilish kerak. Materialni to'g'ri tanlash bu yarim sifat degani. Agar ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'ling.